Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər, görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinizlər. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılған bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Yakında ictimai taratqularda İlik Gençlik Gazeti'nin Uygurca ve Kazakça nəşrlərinin 2019 yılı 1 yanvardan başlap toxtutulğanlıq haqqında uçurlar tarqalğan idi. Muxbirimizin ahval iniqlishi jarayonida hökumət dairələri bu işinin rastlığını dəlillədi. Məlum bo'lishicha, İlik Gençlik Gazeti 26 yıldan buyan nəşr qilinayotgan bo'lib, Uyg'ur o'qirmanlar orasida ma'lum qiziqish qo'zg'agan gazetlarning biri ekan. Xitoy hukumati 2017 yılı sentabr oyidan boshlab Uyg'ur tilini maktablarda ma'ni qilgan bo'lib, amdilikda bu to'lqinning nashriya sohasiga o'tganligi Uyg'ur tilining kelgusi haqida zo'r andishlarni qo'zg'amoqda. Sajida Tursun 1986 yılı Aksu şehrinde doğulgan ve İşkiri Xitay'daki Ali mektepte okugan. 2016 yılı Germaniyada doktorluk unvanı algan. Şundan keyin tuqqa yo'qlash uchun yurtga qaytganda Ürümçi aerodromida tutqun qilinib, lagerga elib ketilgan ve hozirgacha qo'yib berilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyadagi o'qish hayotida keyingi xizmat va tadqiqot ishlariga ta'sir etib qolmasligi uchun Sajida Tursun hech qanday siyosiy faoliyatga qatnashmagan ekan. Kichigidan Xitoy tilini ona tilidek o'rgangan va Germaniyada doktorlikni olgan Sajida Tursunning lagerga solinishi atalmış kasbiy tarbiyalash maktabi haqidagi tashviqotning saxtaligini yana bir qitim isbotladi. Türkiye'nin Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatining ish berishiga ergishib, Turkiyada muhojir bo'lib turayotgan bir qism Uyg'urlarning andishiga tushganligi ma'lum. Bu ahvol yaqinda Turkiya soqchilarining Farhodjon G'o'porni tutqun qilishida yana bir qitim aks etdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 38 yoshga kirgan Farhodjon G'o'por va uning ayoli oliy ma'lumotli kishilar bo'lib, hech qanday Turkiya qonuniga xiloflik bilan ish qilib boqmagan ekan. Aloqador sud mahkamasi Farhodjonning terrorlik gumondori bilan tutqun qilinganligini bildirgan hamda Xitoyga qaytarishga tayyorlangan. Ammo uning ayoli Saniyaning norozilik arz qilishi bilan uning hozirgacha Xitoyga qaytarilmasligi haqida hukm chiqarilganligi ma'lum. Mushabda Dünya Uyg'ur qurultiyining bir qism rahbarlari taklifga binoan Malayziyaga berib, Malayziyaning yuqori darajalik hukumat rahbarlari bilan uchrashdi. Faoliyat jarayonida Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillar o'migi Malayziyaning muavin bosh ministri Wan Aziza xonim, shundaqla Diniy ishlar ministri Malayziya Islom partiyasining vakillari qatorli xodimlar bilan maxsus Uyg'urlar masalasi haqida suhbatlarda bo'lgan. Shuningdek, Malayziyadagi 18 mustaqil organning o'rtaq qo'llashi bilan Uyg'urlarni qo'llash guruhi qurish qaror qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlar diyordagi siyosiy bostirish haqida Malayziya izchil kuchlik inkos qaytarayotgan bo'lib, bu jihatda islom dunyosiga ulgu bo'lmoqda ekan. Uyg'urlarning haq-huquqlari uchun so'z qilganligi sababli bo'lginchilik jinoyati bilan ayblanib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti qo'lga ilinganligining 5-yilida har soha kishilari Ilhom To'xtini yana bir qitim yod etdi. 15 yanvar kuni Xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq o'rinlar birlashma chaqiriq e'lon qilib, Ilhom To'xti bilan birlikda texi tutib turilayotgan sonsizlagan Uyg'ur ziyolilarini qo'yib o'tishni talab qildi. Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javharmu bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilib, dunyoning Ilhom To'xtini va Uyg'urlarni unutib qolmasligini orzu qilganligini bildirdi. İnsan Haklarını Kuzatish Tashkilotining mushahabda e'lon qilingan 2019 yillik dokladida Uyg'urlar diyoridagi zo'r tutqun va irqiy tozalash qilmishi maxsus bayon qilindi. Dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakatini qanday ta'dazlayotganligi, Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan krizislarning mohiyati, shuningdek, buning Uyg'urlar uchun nimadan derak berdiganligi ko'plagan isbotlar bilan bayon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi doklad xalqaro jamoat uchun Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tushunishda eng nopozli foydalanish materiali bo'lib qoladi ekan. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelər həftə görüşəyilik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.